Bizlardan Mazda Damas so'rab olib kelganlar bor edi. Mazda Damas so'rab olib kelganlar uchun 2025-yil bor yo'g'i 2000 kilometr yurgan mashina absolyutni yangi Mazda bo'lib turibdi. Salonlari ham Mazda bo'lib turibdi. Patologlarigacha qoraytirib ashibga qilib qo'yilgan, mana bunaqa ko'chalariga bor, tarpetga ko'chalari bilan E'londa yaxshi yurak sakilgacha uстановka qilib qo'yilgan. O'zini putlari bilan Evokor poliklar linoy bilan mana bunaqa zamshivik qimmatchi qo'llagacha taqib qo'yilgan. Malibu barligacha uстановka qilib qo'yilgan. Bunaqa oynalarga, shtorkalargacha uстановka qilib qo'yilgan. Apkalarga bunaqa salafanlar qilib qo'yilgan. Eshiklargacha ligirovka bo'lgan. Mashina to'liq variantda ushbu izolyatsiya bo'lgan. Bitta marmonada eshiklari yopiladi. Orqa oynalargacha qoraytirib tonirovka qilib qo'yilgan. 4 ta yaxshi yumshoq muzika balonlargacha taqilgan. Oldi faralagacha ledli uстановka bo'lgan. Mashinani hech qayerda hech qanaqa aybi, nuqsoni, kamchiliklari yo'q. Xudo xolisa hech qanaqa xarajat qilmay olib mazza qilib haydaysizlar. Metan gazlargacha uстановka qilib qo'yilgan. Avtosalondan olib haydayman desanglar, yangi Mazda Damas'ni $8000 dan oshib ketishadi. Mana bunaqa navrot qildiraman desanglar, yana ancha xarajat bo'lib ketadi. Men sizlarga avtosalondan arzon narxga 2025-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 2000 kilometr yurgan to'liq variantda navrot qilib qo'yilgan Damas mashinasini $7950 bo'lsa berib yuboramiz.